so'rog'i ko'p bu olamda savol cheksiz, bu olamda hayot cheksiz. Assalomu alaykum, yana bir bor barchaga. Xush kelibsiz kanalimizga. Kanalimizda yangi bo'lsangiz bizga obuna bo'ling. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Barchaga katta rahmat bizni tomosha qilib turganlarga. Kechagi berilgan savolimizga kelsak, qisqacha Titanik haqida edi, Titanik kemasi haqida. Shu nimaligimdan keyin fojiadan, Titanik fojiasidan keyin tirik qolganlarning ko'pchiligi gazeta va jurnal, televideniyaga intervyu berganlarida ko'p bu bitta gapni takrorlashgan. Ya'ni kema kapitanining buyrug'ini. Javob yozganlarga barchaga katta rahmat. Qiziqarli, ajoyib javoblar bo'ldi. Ko'p javoblar bo'ldi. Birov kambag'allar, birov oddiy ishchilar, birov muzikantlar, yana kimdir bolalar. Shunga o'xshagan javoblar juda ko'p bo'ldi. Barchaga rahmat. Lekin to'g'ri javob ham bo'ldi. To'g'ri javobni Zafar Ma'murov xomis to'g'ri javob yozdilar. Bu javob shunday ediki, 3-klassdagilar. 3-klassdagi u agar yaxshilab Titanikni ko'rgan bo'lsangiz, u 3 ta klassga bo'lingan ular. 1-klass, 2-klass, 3-klass. 1-klassda endi bir olif toifadagilar, mansabdorlar. 2-klassdagilar ham xuddi shunga yaqin. Katta boylar, 3-klassdagilar oddiy, endi kambag'allar desak to'g'ri bo'ladi. Endi oddiy xalq edi ular, endi o'rtacha sharoitda yashaydigan xalq edi. Oddiy fuqarolar edi. Shuning uchun to'g'ri javob shunday edi, 3-klassdagilar edi. Barchaga katta rahmat javob yozganlarga. Mana kecha va'da qilingan 100 rubl pul cheki olgan bo'lsangiz bugun kamtaraga yozib qoldiring. Yana bugungi savolimiz ham xuddi shunday 100 rubl pul mukofoti bor. Bugungi savolimizga ham harakat qiling, javob yozishga, tezroq javob yozishga harakat qiling. Bugungi savolimiz shundayki, Leonardo da Vincining bosh qotirmalaridan biri. Endi uni so'zlaridan biri desak ham bo'laveradi. Bu aytganki, parrandalar, ya'ni qushlar, parrandalar o'lganlaridan keyin ham insoniyatga yordami tegaveradi. Savol shundayki, nima yordami tegishi mumkin? Parrandalar o'lganlaridan keyin ham insonlarga qanday foydasi tegishi mumkin? Agarda kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsa, o'sha vaqtda kartalariga, telefonlariga shu pul mukofotini tashlaymiz. Javob yozinglar, kutib qolamiz. Barchaga katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.